Assalamu alaykum aziz yurtdoshlarım, ekran oldiga qadrli ko'rurmanlar. Juma kuninglar xayrli bo'lsin. Uyg'ur akademiyasi akademiya suhbatiga xush keldinglar. Biz bu program başlagandan buyon Uyg'ur madaniyati haqidagi har xil temalarda va bu madaniyat kasb qo'shayotgan, qo'shgan, natijalik ilg'or ziyolilar bilan shundaqla dunyoning har qaysi joylarida yashangan ustozlar, shoir, yozuvchilar va tariximizning jonli shohidlari bo'lgan peshqadamlarimiz bilan suhbat o'tkazib kelyapmiz. Bugunmi Didar G'iynimatda bu ekranlarda yana bir peshqadam ustoz, shoir va milliy armiyamizning shohidlaridan biri bo'lgan Abdug'ofur Qutlug' akani sizlar bilan uchrashtirishni maqsad qildik. Mana Abdug'ofur aka bilan tanishish va suhbat o'tkazish uchun huzuringlarda turibdimiz. Aziz mehmonim Abdug'ofur Qutlug' aka, programga xush keldingiz. Rahmat, so'ngda men siz bilan uchrashganimga xursandman. Yot emaskanmiz. Endi toza surishtirib kelganda Uyg'urning Uyg'urga ish yotligi yo'q-ku. Qerindosh, ya'ni sur qilsak qarindosh bo'lib chiqamiz, urug' tuqqan bo'lamiz. Shunchalik narsa bilmay o'zimizni yotlashtirib yurib mushagiga keldik. Men bugun nihoyat xursandman sizni ulug' kunlarda juma kuni siz bilan didorlashishni Xudo nasib qildi. Men sizdan qiziqqan savollaringizga bilishimcha javob berishga tayyorman. Ko'p rahmat. Bizning taklifimizni qabul qilib qatnashganligingiz uchun Uyg'ur akademiyasi nomidan o'zimning rahmatimni bildiraman. Bugun 8 aprel Uyg'ur xalqi xotirlashga tegishli alohida muhim bir kun. Chunki 1945-yil 8 aprel kuni yaqin zaman tarixida ilg'or tuzilmasi bilan muntazam bir armiyamiz qurilgan edi. Bu yil milliy armiyamiz 77 yoshga kirdi. Bu munosabat bilan hammamizning 8 aprel milliy armiya kunimiz va milliy armiyamizning tug'ilgan kunini tabriklayman. O'tgan yil 8 aprelda biz doktor Nabijon Tursun bilan 20-asr Markaziy Osiyodagi eng qudratli armiyaning g'alabasi va fojiasi temasida suhbat o'tkazgandik va milliy armiyamizning qurilishi, tuzilmasi va oqibati haqida ma'lumotlarga erishgandik. Bugungi programmamizda milliy armiya qurilgan vaqtida texi yosh, kichik bola bo'lgan, ammo balki keyingi vaqtlarda nurg'un bu haqda anglagan, bilganlari bor. Milliy kurash jarayoniga balki shohid bo'lganlar bilan birga uchrashgan, suhbat qilgan bir peshqadam ziyolimizning og'zidan uning hayot sarguzashtisini va shohid bo'lgan tariximizni, aslimalarni anglaymiz. Qiynamsa diqqatinglar bizda bo'lsin. Abdug'ofur aka, siz G'uljida tug'ilib, keyin Olmaotaga chiqib ketgansiz. Sizni Uyg'ur xalqi hozirgi zamon shoirlarimizdan biri, qobiliyatli jurnalist va peshqadam inqilobchi deb tanıydı. Qiynamsa bu şanlı hayotingizni va aslimalaringizni sizning og'zingizdan anglaylik. Marhamat. Mushu didorlash fursati yaratib berganinglar uchun akademiyalardan minnatdorman. Menmi o'sha yerda yarim asrdan burun ko'proq yashayapman. Lekin sizlar bilan aralashishga mana bugun nasib qildi. Bunga shukr. Men o'zim 1938-yili Uyg'uristonning go'zal G'ulji shahrining O'rdi mahallasida tug'ilgan. Dadam tumoqchi odamdi, Qutlug' Oxun. Shuning oilasida tug'ilgandim. Bizning o'qitimiz maktabgatigidek emasdi, biroq nihoyat halol, yaxshi, tirishchan bir xotirjam bir oilada dunyoga kelgan, haqiqiy muhabbatlik, haqiqiy insonlar yashaydigan bir oila dunyoga kelgan. Siz milliy ozodlik armiyamiz haqida gap qilib qoldingiz. Rost, 1944-yili milliy ozodlik harakatimiz Nilqining Ulastasha degan yesidan boshlangan bilan milliy armiyamiz 1945-yili G'ulji shahrida qurilgandi. Shuning hurmatiga 1945-yili biz kichik bola vaqtimiz, lekin shundoq yodimda bor,
Milli armiya qurilgan kunning hurmatiga G'uljidagi Van Qodir Beg'i degan bog' bor. Hozir o bog'ni Demilish Beg'i qilibdi, Lutfullo Mutallib nomiga o'zgartgandi. Hozir Xalq istirohat beg'i deydi ekan. Burunqilar cho'nglar biladi Van Qodir Beg'ida. Shu Van Qodir Beg'ida nihoyatda keng maydonda bizning milliy armiyamiz paraddan o'tgandi. Paradni biz shu kishilarning orasidan qistilib yurib, to'pning oldiga o'tib ko'rgan, ashaga bir tug' maydoni deydi ko'nalar. Van Qodirning beg'ini. Ash tug' tikilgan, bayroq tikilib, uning yanida Sharq Turkiston Cumhuriyetining Cumhur raisi İlhan Töram şu mərikini armiya qurilgan kun mərikimizni e'lon qilib xalqimizni shu xo'shallik kun bilan tabrikligini hozirmi mening yodimda bor. Shu kuni cho'nglar so'zladi, endi kimlar so'zladi bilmaymiz, askarning boshliqlari so'zladi. So'zlagandan keyin parad boshlandı. Parad başlanğanda milli armiya shundoq mana kinolarda ko'ramiz mayada o'rislar bilan nemislar so'qishganda bo'libmi keyingi g'alaba qilib 9-mayda Moskvada paraddan o'tgandagidek shundoq bir xil kiyinib, shundoq shabdastlik bilan qadam bosib oldimizdan riti bilan shundoq o'tgani mening yodimda bor. Armiya demak bizning davlatimiz qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetida. O davlatimizning davlat bo'lishi uchun armiya kerak bo'lgan, shu milliy armiyani men ko'rgan. Kichik vaqtimda ko'rgan. Shuning paraddan o'tganini ko'rgan. Nayt uzoqlanib ketgan to'q. Keyin o'zimizmi mayliga berib, shu og'illarimiz bilan tizilib, shundoq shularni do'rab, shundoq bu yoq bo'lib ishga guruh bo'lib, shundoq so'qishibmi? O'yinlarni bolalikqa bog'liq shundoq ishlar bo'lgan. Agar bizning shu Sharq Turkiston Cumhuriyetimiz bo'lmasa, milliy armiyamiz bo'lmasdi. Uni men o'zimning ko'zi bilan ko'rgan. Batiyo. Bo'lgan. Shundoq chabdastlik bilan o'tgan yilimi yodimda bor. Keyin ular o'tib bo'lgandan keyin onandaki shu harbiylarningki bundaq yugurish, qilishbozlik harakatlari bo'lgan. Shularni ko'rsatgan. Otliq askarlarning ot usti turib qilishbozlik qilganini, yerda chilishqinini, shunday ishlarni ko'rsatgan. Shuning oxiri anadagi xalqning ommaviy tanharakatiga o'tkazib berib, chepish musobaqalari bo'lgan. Shu vaqtda shu milliy armiyaga qatnashgan odamlar biz ularning otlarini Rahmatullo kam detdik. O vaqtda Chapayevlar detdik. Shu Chapayevga o'xshatib, shuna botir odamki, shu Chapayevlar shu yugurish musobaqalariga tushgan. Yana bir akalarimiz bor, ismini unutib ketibman. O biz bilan mashaga chiqib OAT, Hashirvoyda qurgan OAT tashkilotida billa bo'lgan, ismi yodimda mana unutilibdi. Shu kishilarmi shu musobaqada birinchilikni olib kelgan. Ismi yodimga kelib qolsa, uni men aytib beraman. Men hozir shu kishi bilan bir mahallada, hozir Olmaotada Sultonqo'rg'on degan cho'ng mahallasi bor. Shu A'loxon Sulton nomiga berilgan mahalla. Shu mahallada shu birinchi bo'lib kelgan kishi bilan qo'shni bo'lmasammi, oratam qo'shnidagidek yashayman. Ismini yodim kelib qolsa sizga aytib beraman. O kuni shundoq bir kun bo'yi shundoq xalqning dam olish, shundoq chilishbozlik, qilishbozlik, shundoq musobaqalari bo'lib, oxirida chepish musobaqalari bo'lib, xalq shundoq xursandchilik bo'lgan.
Hani Nima meni degan Qizil armiya nima askari haqida deydiginim hani shu. Tug' maydonida oldida tug' chiqarilgan. Davlat himnimiz o'rindalgan. Undan keyin bizning Cumhur reisimiz İlhan Töre so'zlagan. Shunda hayajonlanib so'zlagan. Shuning armiya keyin armiyalar paraddan o'tgan. Mushundaq bo'lgan. Bu bo'lmagan yağa ishlar emas. Boshqalar deb yurgandek ishlar emas. Ko'p rahmat. Haqiqatan yaqinqi zamonda 70 yil burun, 77 yil burun qurilgan bir armiyamizning bo'lishini anglash, shu kunlarni beshini o'tkazganlar bilan uchrashish va o eslamalarni o'rtoqlashish haqiqatan bek hayajonli bir ish. Hozir siz meni da'vatga vaqtida men o'zimni shunday xiyol qilib ketdim. Xudoyim buyursa yana nasib bo'lar bundaq chiroyli bundaq yaxshi kunlarga deb. Muntizim ve naiti ilgar bir armiya qurilgan shu chog'da haqiqatan bu uningdan keyingi g'alabalarning qo'lga keltirilishida bu armiya naiti zo'r rol o'ynagan. Uningdan keyin siz yana shu o kichik vaqtlaringizda yomon kichik vaqtingizga keyingi vaqtlarda cho'nglardan anglagan bo'lishingiz mumkin. Mush Ahmadjon Qosimiy, Ilhon To'ralarninki xalq bilan qandaq munosabatda bo'lganligi yoki xalqning qandaq bu kurashni qo'llab-quvvatlaganligi bilan munosabatlik yana qandaq aslimlaringiz bormi? Bu armiyaga bu yerda boshqa yerlarda chaqirtib, ba'zi yerda ixtiyoriy, ba'zi yerda majburiy olgani bilan bizning askarlikka. Biz bo'yi sal egizroq bolalarmi, askar bo'lg'isi kelib berib tizimdan o'tolmaydi va sen kichikkansa deb qaytirib yutadigan, yig'lab qaytib keladigan. Odamlar berib o'zligidan fidoyi bo'lib yeziladi-ku. Fidoyi bo'lib yeziladi. Uning tarkibida bizmi askar bo'lsak yarışıda bizmi askar bo'ladik deb, Rizvongulga o'xshash qizlarimiz 10 kunning biri ichilmagan qizlarimizmi berib shu askarga o'zi fidoyi bo'lib yezilgan. Xalq o'zining armiyasiga o'zi Xitoyning zulmidan ozod bo'lishni taqozo bo'lib ketgachga, armiya ozod qiladi deb o'z bolalarini olib bergan. O'zlari borgan fidoyi bo'lib yezilib. O askardan qochadigan, uni bir ortiqcha ish ko'radigan ishlar bo'lmagan. Cho'ng bir safarbarlik o'tganda, cho'ng bir safarbarlik. Xalq himoya qilgan. Ilhon To'ra bo'lsa, har juma kuni shu O'di mazisiga yaqinla mechit bor, G'ulji madrasasini, Baytulloh madrasasi deydi. Hammamizning ota-onalari shu yerda bo'lgan. Shu juma masjidlariga kelib va'z o'qiydigan. Hocamning hocamning deymini Ilhon To'ramning va'zini anglash uchun xalq nadan otib keladi G'uljiga. Kelib juma namoziga qatnashib, onunga bizmi qiyinchiliklarni kirib oladigan jumaga kirimizda. Shu anglaydigan. Odamlar hur yig'lab turib angladi. U kishimi Ilhon To'ramni Xudo bergan odamkan, shundoq ta'sirli so'zladi. O'zi hadislarni aytib, hadislarga ulab, shuni biz o'zimiznikiga tatbiq qilib, shunday so'zladi. Bir chivinning ushqini anglanadi-ku, shuncha odam, mag'maq odam shundoq tinglashadi. U vaqtda bunda mikrofon deganlar bo'lmadi. Shu To'ramning va'zini anglaymiz deb shundoq qiziqadi. Va'zni anglagandan keyin shu yerda o bolalar ashadli o'tib tushiblar, beriblar askarlikka yezilib. Askar bo'lishni bir sharaf biladi. Shundoq desin. Himoya qiladi. Xalqni qo'llash bir mashinada kelib, oldida bir mashinada bir uni saqlaydigan keyinda mayada prezidentlar prezident emas, shu prezident ishxonasi
İşleydiganlar kelsa aldı keyindi sakçılar menip ketudum men yaşawatgan şehirde. Ular özü xalq ichidan chiqqachqa xalqning himoyasi dedi. Xalq yo'lni ichib va Elxon to'ri kelyapti deb shu bir daryo suv ikkiga bo'lingandek mayda ichilib yo'lni ichib berdi. Xalq himoyasi bor. Hech bir kishi miltiq tutgan kishi oldi keyindi ularni kuzatib mundaqmi qimmat. Shundaq bir davrlarda. Xalqning royichi bo'ladi. Xalq bilan hemziri-hemdi. Mana shundaq kishilar bizning Cumhur reisimiz bo'lgan. Keyin qo'mondan bo'lganlarni keyin ko'rdik. Nayt oddiy odamlar. Shularning shu ishlari adam arzu qilgudekda. Keşke davam qilgan bo'lsa o Cumhuriyet. Siz bu shunchalik kuchli xalq tarafidan qattiq himoya qilingan xalq safarbar bo'lgan hamda uzun yillik erkinlikka tashna bo'lgan xalq bu inqilob tez kengaydi. G'alabasi tez bo'ldi. Afsuski yani g'alaba bütün bo'lmadi deb deymiz endi. Oxirgacha saqlab qolamadik o Cumhuriyetimizni. Bunun sebepleri sizce nimidir? Nima uchun shu chaqda biz qurgan Cumhuriyetimizdan yana ayrılıp kaldık? Yenim sonuna mağfiret. Bizde günah yok. Bizde hiç günah yok. Bizde nadarlıktan başka günahımız yok bizden. Biz adamga özümüzge işengandek işinimiz o. Mesela biz aşı armiya kurulup ikkiga bölünüp bir kısmı Şimali Şinjan'a Jing Şeyxo tarafga mangan, bir kısmı mayaqdek azat bo'lmay turib, shu uch viloyatmi azat bo'lmagan vaqt, bu eli Harambog'ni og'a vaqtlarda bo'layotgan ishlar. Armiyaning bir qismi otliq polk bo'lib, Sopaxunning rahbarligida, Sopaxun polkovnikning rahbarligida Aqsuga mana nima Davan orqali Aqsuga safarga otlanib, shundaq ishlar bo'layotganda bizning armiyamiz eng Xitoyning gomindangchilarning eng ishonchlik Jing anandan keyin Shixo shaharlarini ep bo'ldi-ku. Shaharlarini urra bilan olmadi, qirilib turib. Aşı atkan filmi aşı potaylardan gomindangchilar atkan potaylardan atkan pilomotiga quruq qo'l o'zini berib ko'ksin taqagan Uyg'urlar chiqqan shu vaqtida. Shundaq chiqqan. O'lib turib o'zining ko'ksi bilan torab. Shundaq qilib Jingni azod qilib bo'lib, Shexoni azod qilib bo'lib, gomindangchilar o'la tirilishga qaramay qochgan Urumchiga qarab. Urumchimi hilidan hiliga shu tavsiyolar va boshqa generalları Cankeşi'ye telefon qilib, hilidan hiliga bo'lmayotdi, yordam bermasanglar bo'lmaydi deb musha halakchilikda qolgan vaqtda biz Manasning bo'yiga bizdan milliy armiya yetib berib bo'lgan. Manasning bo'yiga borganda to'xtatib qo'ydi. Buni Elxon to'rining buyrug'i bilan to'xtab qolmadi u. Bu ishga dastlabda aralashganlar bo'lganda, masalan buni hozir ochiq aytishga bo'ladi. Sovet hukumati shu vaqtda o'ziga ma'lum bir manfaatlarni ko'zlab bizga shunday inqilobni qo'zg'ashga niyat qilib
Resmi Fatih başlık, Fatih Muslimov degan Tatar kishi shuning başlig'ida odamni kirgizib maxsus ozodlik tashkiloti qurilgan G'uljida. Ozodlik tashkilotida Ilhon To'rimi bo'lgan, mush Zunun Tiyipov bo'lgan, general muavin bosh qo'mondoni bo'lgan generalimiz Zunun Tiyipov bo'lgan, shu kapitan Hoshir Voyidlami shuning cho'risi bo'lgan. Shu vaqtida ozodlik tashkilotini qurgan. Ozodlik tashkilotning nemisi bilan tashviqot ishlari mangan. Ilhon To'rimi mechitlarda beka va'zi nasihat qilmagan. Ularning iltimos qilib, shu xalqni shuning tarbiyalashga o'yg'otgan. Shunday ishlar bo'lgan. Shu vaqtda Sovet konsuli G'uljida Sovet konsul degan bor. Sovet ittifoqining konsulxonasi bo'lgan. Shu yerga shularning rahbarligi bilan shu aralashib turgan shu ozodlik tashkilotining munosabatli odamlari qilgan ishlarini doklad qilib turgan. Shular hatto ikkinchi dom deydi. Ikkinchi domda dom degan uyga ikkinchi uy deb nomma ikki separlikni qo'yib qo'ygan shunday maxsus uylar bo'lgan. Shu yerda shu Sovet ittifoqidan kirgan boshliqlar o'tag'an. Aleksandr mundoq degan, Leskin degan shunday boshliqlar o'tag'an shuningda. Bizninkilar shuning rahbarligida ishni qilib, shuning doklad qilib turgan. Bizning armiya jingni ip bo'lib, Sheyxoni nihoyat taslikda ip bo'lib, shu endi Manasning bo'yiga, daryoning bo'yiga borganda birla buyruq bilan to'xtatib qo'ygan. Shu vaqtda bizning jangchilarimiz, ofitserlarimiz mo'day qo'pgan. Nimishga bizni to'xtatib qo'ysizlar? Qo'limizda qurol tursa. Shuncha at dedinglar, atdik, yat dedinglar, yatdik. Endi ozod qilib, bu yerga qo'g'lab kelmoqlar nimish to'xtatib qo'ysizlar deb qisqanda, ularni boshqarayotgan ofitserlarni boshqarayotgan ikkinchi dom shu buyruqni tushirgan. Stalinning buyrug'i bilan biz shu Manas bo'yida to'xtab qoldik. O'z ixtiyorimiz bilan to'xtagan emas. Jangchilar o'zi ba'zilari it o'libmi bo'lgan norozilik sifatida. Ondan keyin qurollarini yig'ib olgan. Bular o'zi etib oldiki, ochig'amaydi endi. Shu holga keltirib qo'ygan. Shu vaqtda askarlarni to'xtatib qo'yib, ondan keyin 46-yili bitim degan bir ish chiqdi. Tinchlik bilan kelishinglar, tinch yashanglar deb. Ana shu bitimning kasofatida shuning yig'ilishi shu Sharq Turkiston Jumhuriyatining hukumat uyida bo'lganda bizga Sharq Turkiston Jumhuriyatining bosh kotibi bo'lgan marhum Aychechakning dadasining ayt nima edi? Abdurup Mahsum aka aytib bergan. Sharq Turkiston Jumhuriyatining bosh kotibi. Abdurup Mahsum kam aytib bergan gap shu yig'in bo'lganda bir turkumlar mayli kelishim qilsak kelishaylik go'mindan bilan. Agar kelishimda biz yengib qolsak, ozod qilganlar o'zimiz ega bo'lamiz deb fikr qilgan. Shu vaqtda Ilhon To'ra nihoyat cho'ng qarshilik qilgan. Bu kelishim deganni yengayotgan odam, biz shu Manasga borgan odam, dushmanni yengayotgan odam qilmaydi, yengilayotgan odamlar qiladi. O'zini o'ngchi bilish uchun yengilayotgan odamlar qiladi. Unda qilmanglar. Bu bitim qilishga bo'lmaydi.
Biz neme desek şunu kıldık ha. At desek attı, yat desek yattı. Nurgun kırılıp gitti. Endi azat buluş için biz avu Uygur elinin paytaxtını, Ürümçini azat kılışımız gerek. Şunun kolumuz sozsak yetadigan yerge yetkende mındaq qığını toğıramazsa İlhan Töre karşılık kılar. İlhan Töre'ni bir işki adam yaxlıgan. Lekin şu yerda şu hükümet azaları 16 kişinin köpçülüğü bitim kılaylı. Gomindan bilen kelişimge kelaylı de şu kelişim kılış kararını ağa. Endi İlhan Töre yalğız kaldı da. Yalğız kalgan iken, ballarım degen. Sizler 20-30 yıldan keyin apla dep kalısızlar. Beka muşundaq iş qıptık, şu kelişimni qılmaydigan işke dep kalısızlar. O vaqtda biz ya ba ya yo'q bo'lamiz. Unda qilmayli deb qaqshab ketgan. Unamagan. Buni unamagan, unatmagan, shu harakatni boshlagan, shu Sovet ittifoqi o'zining buyruq shuningdan kelgan. Stalindan kelgan. Buni mana shu yig'inga qatnashgan Abdurib Mahsummi rahmatlik adam o'z og'zi bilan aytib bergan. Shunda iymon e'tiqodliq odamdi. Shu Cumhuriyatning bosh kotibi bo'lgan odamdi. Shu vaqtda İlhan Töre yig'lab ketgan deydi. Yolvorib. Unda qilmayli. Nim bo'lsak bo'layli, Urumchiga besib kirayli. Unamagan deydi. Shundan keyinlar İlhan Töre'ni ilojsiz qolgan. İlhan Töre'ni bir kechadilar. Jiran suhbat basidan qilganda mashinaga selib yerkatga chiqib olgan. Sovet ittifoqiga qarashli yerkatga yaba Uyg'urlar zicchiza yashaydi. Chegaradan bu yoqda. Ishqib Uyg'uristondan elib chiqib ketgan. Bizning Cumhur raisimizni ala ip chiqib ketgan, o'g'irlab ip chiqib ketgan bunday aytganda. Biz İlhan Töre'm yo'q desa, İlhan Töre'm arşangda demeli o'tibdi deb og'zimizni bosgan. Ata-onalarimizning deyishiga qaraganda. İlhan Töre'm arşangda demeli o'tibdi. O İlhan Töre'm unda emas odamdi, o urush tozi bo'layotgan ajab vaqtda demapti u. Og'ribmi qolmaganti degan mo'daylar ko'p ishlar bo'lgan. Bir hafta kutgan, 10 kun kutgan xalq qani bizning prezidentimiz tep beringlar deb o halda ko'tarilib chiqolmagan-ku. O ideya yo'q o vaqtda kallada. Sovet ittifoqi Xudodan qarshi ishini etdi-ku, ozodlikni ezilgan ellarning boshpanasida. Kinolarini ko'rib, kitoblarini o'qib, shunday cho'ng bo'lgan. Bizmi mayoqqa qochib chiqqan vaqtda men ayolim Faxrinsa bilan boshqa tarafga emas, Pokiston tarafga emas. Mush Sovet ittifoqi ezilgan elning boshpanasi deb mush Qozog'iston tavasiga qochib chiqdim. Shunda e'tiqod bordi. Shular to'xtatgandan keyin bir yerini o'ylaydiganda deb o'ylab, har holda qarshilik bo'lmagan. Bizning putqulimizda ana shu bitim kelishim o'zi bo'g'ib tashlagan. Xato kelishim bo'lgan. Shu kelishim bo'yicha milliy armiyaning soni 30 mingdan oshmaydigan bo'lib, ular 50 tavasida turadigan bo'lib, ba'zi bir yez boshliqlarini o bo'lani saylam o'tkazadigan bo'lib, demokratiyaning prinsiplari bo'yicha turmidagi odamlarni bo'shitib o'tadigan ayda bir nimalarga kelishib, haqiqiy nimaga kelishmagan. Qaytib kelib, anadikin İlhan Ahmet Efendim Aşularning ko'rsatmasi bo'yicha shu ikkinchi uy dedim-ku men. Shu yerdagi Sovet ittifoqining vakillarining
ko'rsatmasi bo'yicha shunga bo'ysunib, xalqni ichida ittifoq degan bir tashkilotni qurib, ittifoq. U ittifoqqa hammani a'zo qilib kirgizib, shuning bilan xalqni boshqarib yurgan. Mana buningdagi sabab bu milliy ozodlik kurashini qo'zg'aganmi Sovet ittifoqi, shu Fatih boshliq bir turkum odamlarni tayyorlab kirgizib, ajaq tashkilot qurg'izib, tashkilotga hamma va'dani berib, sizlar mustaqil bo'lsizlar, Xitoydan orizlar deb va'dani berib turib, keyin mayada andayliqi Yaltada kelishim bo'lgan. Yaltada. 45-yili Ikkinchi dunyo urushi tugagandan keyin Yaltada kelishim bo'lgan. Shu kelishim bo'lgan vaqtda shu yerda dunyoni boshqarayotgan Amerika, Angliya, Sovet ittifoqi rahbarlari dunyoni qaytadan bo'lgan. Shu vaqtda oldida Sharq Turkiston Cumhuriyati quringlar deb o'zi tamg'larni o'yib berib, tamg'ida Sharq Turkiston Cumhuriyati deb mana yozilgan. Ichida VTR deb o'rischa yozig'i bor. Ve Vostochni, Turkiston, Cumhuriyat degan so'zda shu harflar bilan tamg'ini o'yib bergan odam keyin yaltayib olgan. Bizni gapning qisqasi 48-yili Cankayshi bilan Stalinning o'tirishki suhbatda, Xitoy Sovet kelishimida, Yo'shirin kelishimida shu yerda bizni bizni buni Mong'oliyani berib o'tish, Xitoy tashqi Mong'olni bersa, shuning hisobiga bizga ega bo'ladigan shartga kelishgan. Bizni qurbon qilyapti. Bizni Xitoy berni unamagan. Bizde manki milyon adam var, aç kaldık, yalanaç kaldık, aşağıda baylık var, şuna can bakımız dep yalırıp dururlar ki. Onda o Taşkı Mongolia'nı berse, Taşkı Mongolia müstakil bolurdu degende razı bolgan. Cankaş razı bolgan. Biz kurban bolup ketken. Bizde aşı Mongolçilik kömügen go Stalin. Çünkü biz qurganda Sharq Turkiston Cumhuriyati deb qurgan. Bizga kim qo'ydi singlar? Sharq Turkiston Cumhuriyati. O'ylab beqing. Mushuningdan o'ylab beqing. Mana shuni quringlar deganlar, inqilob qilinglar deganlar, shu Turkistonga, Turkka o'shqo. Mana siz yashayotgan Turkiya, Kavkaz xalqi bilan jiq, Armanlar bilan jiq kurashgan-ku, jiq urushgan-ku. Gruzinlarni jiq qirgan-ku. Stalin Gruzin to'g'ri. Mana Turkiya degan turkdan qutlanmay yursam, endi yana bir Turkiston chiqdi deb qo'shaqmigan. Ya'ni ki Turkistonning yerimi qo'lida urush boshlab, inqilob qilib, Uyg'ur qirilib turib, Sharq Turkiston deb qurpirimiza, davlat degan millatning nomidan chiqmamdi. O'rislar Rossiya qurdi-ku. Sizningki davlat Turkiya-ku, turklarniki. Fransuzlarning Fransiya-ku, Yaponning Yaponiya-ku. Nimishki bizning Turkiston? Uyg'uriston qursak bo'lmasmidi? Uyg'uriya desak bo'lmasmidi? Biz dastlabda bu tilimizdan ketgan biz. Bizni Turkiya degan musulmon el qo'llaydi. Shunday qilmasak bo'lmaydi deb Sovet damirdan boshlab 34-yili onun shuni İlham To'ra davomlashtirdi. Mana xatolik shu edi bu. Shunga bizda yani Sharq Turkiston Cumhuriyatining qurilib kelishini Stalin yani chegaradosh el bo'lib turishini xohlamagan. Shunga bizni Büşkümüzde vaqtida bo'g'ib tashladi. Bu yomon gap bo'lsin.
Jiq vaqt ketdi buni sizga hammasini tushundirish Rahmat. uchun. Hı. Şu siz avian dep ötüp ketdiniz, nadanlyk dep. Dünýä wezitini, şu çagdyky weziyetini tonyp yetmeslik, siz degenge okşaş, köňülçeklik, eee, özümizden başgalarny bekrek oýlap getiş, muşuňa okşaş nurgun hemde amyllar bar bunyň içinde. Ýa-ni Mesela bir tarap bizim günüge kağınımızda haq birincisi nadallık, ikincisi satqınlık, üçüncüsü İslam dinidin körüdüğü akmaklan var. İslam dini bizgi meşat kıgını yok, bizgi tosalgı oğunu yok. İslam dini bizne emez, başkalarını saklap kalan din o. Dinle arlaştırması gerek bununla. Bazılar şu dinin kasapit ediyor. Dinin hiç daxlısı olmayan bununla. İslam dini ani kafir de atı düşmanımızı kafir de bizi Müslüman de oturgu çek, yoğun çek, çıgıra sızıp koygan. Biz ani kafir de aşağıda kiçigimizden öç bop çoğun olgan biz. Mana Uyguristan. Xitayni saddi için sepildin ötüp gelgen Xitayni saddi için sepildin mi ilgizirek tam bolup torap kaldı. Bolmasa Xitay Kazakны mı, Özbekni mi hemmisi biz bu kapça hamsa yap bolat. Saklap kaldı Uygurlar. Tosak bolup. Uygurlar tosak boldy ya. Bizne İslam dini o şunda uluk dinki mana endi bizge. Hazır hiç kim egi çıkmadı o. Yakında Erdoğan erlik kılvattı. Erdoğan'ın ağızdan çıktı. Sahip krallık kılıdığan gel. Yenilmişsem şunda çıktı. Uzun gıcı çıkmağantı. O mu bazı bir soğudu mu? Bu devlet degen menfaat üstü kurulduğan iken azırak soğudu menfaati göz tutsalar çinip gitediken bizden. Yenip gitediken faydalı üstü kurulğan demiken lekin yakında Erdoğan'ın ağızdan çıktı. Biz ilgili. Anandaki yakında Türkiye'de, İstanbul'da, şunun yeni bir Bostallık arılıda Turan devletleri ittifakı kuruldu. Yakında. Haberiniz bolsa gerek. Ha, Türk Muşu iştahını. Muşu Allah muşunda ekemmise bizden bu adı düşmanımız hazır dünyanın kandak dünya halkının düşmanına aylanıp kalarıydı. Şimdi bu mag'lubiyat ben Sovet İttifakı'na çıkkandan keyin şu 70. yıllarda İlhan Törü'nü izlep bağam ben. Ben bir yerde Uygur Avazı dep bir gezit var. Ben Yeni Hayat degen aşağıdan çıkan qeyrindaşlar üçün Arap yazıqda Yeni Hayat geziti de işlep ötdi. Menin ayalım şu gezitine Yeni Hayat gezitinin Arap tagüçüsü bolgan. Ben şu atıp ikimiz şununla işlettik. Şu yıllarda ben Teşken'den yenide Nazarbet'e yazıvarken şöyle bir İlhan Törü bilen görüşken. Şu vakitte ben bir nesini sorgandım. Şu yenilip geçik sebep ne boldu degende bitim boldu degen. Şu bitimde ben zar kakşap ketken. Ben 30 yıldan keyin bilisizler dep zar kakşap ketken. 30 yıl emas u vaqtlarda bir azırak 20 yıldaki ötken vakitte aşkar bolup kalgan. Hata bolğunu. Şunu sorğuna bağlan. Özünün ağzıdan anladım. Şunu ta'kidleydi o kişi. Şu hatalık bolğan. İşengini bolmaydı bu kapırlağa dep eytatdı o. İşengini olmaydı. Biz işinip ketip kaldık. Biz şunda işinip ketimiz turaqlık emas. Bu nadarlığımızdan deydi.
uzun yıl başkalarga bozak bolup ketdik. Şularning ta'siriga yo'liqqandan biz bunda satqunmi bolup ketdik. Satqun bolup, ani köydürüp, onun o'rniga o'zi o'ltirib, bir mansabni ikki Uyg'urga ko'rsatib qo'yib, boshqaratdi bizni, boshqurdiganlar. Mana mushundaqlarning tuyiga yetmay satqunmi bo'lib ketdik. Eng narsa shu boyaqi o'qimaganlikdan, nodonlikdan, yiltiz shu. O'qimasak mangu qul bo'lib ketamiz. Deb shu gaplarni qilgan. Men boyaqiga qo'shim chiqib, Ilhon To'ri o'zimi boyaqi bitim haqida shu gapni qildi. Haqiqatan nodonlik butun azob 5 oqibat balam bor. dizi. Menmi 5 balam bor, menmi namoz o'qiyman. Bugun juma kuni men sizga menmi iymon e'tiqodli odam mushu gaplarni o'z og'zidan anglagan gapni men sizga mening qerinishim o'rinda ko'rib, akademiyada vakillari qiziqqan ham bo'lsa, o'sha oq qorisini yana selishtirib baqsa bo'ladi yo'ldosh. Ko'p rahmat. Bu ekranimizni xalqimiz anglaydi, ko'rdi. Xalqimizga bergan ait yaxshi ma'lumotlarimiz bo'ldi. Endi milliy inqilobninki kurashimizningki mag'lub bo'lishida nurg'un sabablar bor. Endi uni tadqiq qilayotganlar bor. Sizga o'xshash peshqadamlarning og'zidan anglayotganlarimiz bor. Siz deganga o'xshash nodonlik endi birinchi o'rinda. Undan keyin bu kuchli davlatlarning ishbirligi qilishi, bizni setib etishi, o coğrafiyani setib etishi. Undan keyin bizni o'tib ketgan ba'zi narsalar, Turkistonning yerimi Rusning qo'lida tutsa, u yerda yana bir Turkiston deb bir davlatni qurishning o'zining mumkin emasligini o'ylab yetamaslik balki. Nimish Sharq Turkiston qurishimiz kerak. Biz Uyg'uriston qursak bir nimaga daxl qilib qolamda? Bizni onamiz Turkdan topmagan-ku bizni. Biz Uyg'urgu biz. Bizning pasportimiz Uyg'ur deb yozilgan. To'g'ri. Shu dunyoni to'g'ri tahlil Uyg'ur bo'lganligim bir baxtim mening. Qashqar balla sog'in qo'sh taxtim mening. Anchalar umidni uzib etmagan. Bo'lg'usi Urumchi poytaxtim mening. Men Uyg'ur deganimni uchun o'zimni baxtli his qilaman. Uyalmayman. Albatta. Ko'p rahmat. Endi siz qanday qilib vatandan ayrildingiz? Keyingi vaqtlardagi G'uljuning ahvoli qandaqdi? Siz qanday qilib vatandan ayrildingiz? Rahmat savolingizga. İşçinide öz bugusidan ketmaydi. Birisi tatmasa, bağlab tatmasa, biri kendi urmasa, işitme özünün ugusidan ketmaydi jumonsanlar. Rastmı? Rast. Shunday. Men odam turib nemishki tug'ilgan kunda qinim to'kilgan yerdan ketdim. Malla emas. Men uydagilarim bilan ketdim. Onu birovning bir aziz qizidir. İsmi Faxrinsa. Ey mushadim billi ketib, men ashaq ketmansam u yig'liga. Men mi ketaman deb. Ey men har kishi sen qiz bo'lgan ekan, sen opangdan bir kun ayrilib boqqan emas. Bo'lmaydi desam, men mi ketaman deb. Demak to'ygan o'mi. Ashad yashashdan to'ygan. O yerda bir Toshkentdek emas, biz o'zimizga eng aziz ya o. Menga Makkadek muqaddas bilindigan ya o. Men shuncha yil Makkaga qarab namoz o'qiyapman. Endi men Uyg'uriston qarab o'qimasam bo'lmadi. Menga shunda qadri o'tdi. Chunki men tug'ilgan ya. Men şu ayolim Faxrinsa bilan ketdikmi deb 1962-yili 29-may kuni Jungo Kompartiyasi ili oblastlik partiya komiteti
G'ulji xalqini pilomot o'qig'i tutgan kuni 29 may qanliq vaqasi May bo'lgan olsa- kuni men uydagilar bilan shu chegara atlab qarindosh qozoq eliga Qozog'istonga boshpanolik tilab chiqdim. Endi nima ishga chiqdim? U yerda yashash imkoniyati qolmadi. Men Urumchida 57-yil berib Şinjan Pedagogika institutida student bo'lib o'qigandim. O'qishga borgan yillarning uning keyingi yillar istil tuzish harakati boshlanib ketdi. 58-yili. İstil tuzish harakati yuqori sinflarda sayrab ichilish harakati bilan boshlandi. Ularni anglagan bo'lgaydingiz, sayrab ichilinglar. Elimizde, Ko'nglinglarda nima gap bo'lsa danglar dedi. aynan helisi. Bizning bolalar chiqib ko'nglida nima gap bo'lsa dedi. Shu qatorda menmi dedim. Urumchi shu vaqtning o'zida anda sanda bir tal, yarim tal Xitoy ko'rinadi. Shumi ko'zimizga sat ko'rindigan vaqtlar. Shu vaqtda o'zimiz boshqarsak olmamdi. Shundaq bir huquqni bersanglar bo'lmamdi. Mesela Uyg'ur Avtonom rayoni degan nomni berdinglar. Uyg'ur Avtonom rayoni degan arabcha yoziq, bizning yozig'imiz arabcha. Xitoy yoziqning ustidagini da demasak, biz baribir ostidigo, boshqalarning ostidigo. Huquqini bilib bermamsizlar deb ashuna gaplar chiqqan. Undaq gaplar boshqalarning og'zidan chiqqan. Mening og'zimdan chiqqan. Shundan keyin istil tuzish harakatining qaynimi o'qish shuning bilan o'tdi-ku 2-3 yil. Azroqli o'qatdik, istil tuzish harakati yurgizildi. Shuning bilan mening yuqori kursidagi og'illarim mesela Mirzoyit Kerim o Şinjan institutida o'qatdi. O millatchi bo'lib, o'ngchi bo'lib chiqdi. O sandiq ichidagi bu vaqtda bir ballada yozgani uchun shu qarilinib bizning jamiyatimizda unda sandiq ichiga bola tug'ib sandiq ichiga sep qo'ydigan ishlar bo'lmaydi, sen jamiyatimizni qarilding deb uni gunohkor qilib o'ng chiqildi. Onunla biz ağayını tuq, şununla bizde ergeç güç çıkıp onunla çatıdı. Aşında kılıp o okuş, yerime okuş buldu, yerime istiltü şerkit olup, hangi işledi o? Aşı Ürümçi kildiğen tömür yolunun Sayıpo diye yeri var. Turpan'ın birisi de. Der çamal çıkıdığı yer. Şu Sayıpo'da aylap, Sayıpo'nun tömür yolunun topsunu Joto bilan yerdan qizib zambili bilan to'shib shu yerni ishlatdik bizda. Yoshlar o'ssin deb tosh tizdik o'stanga. Shundoq ishlarga soldi. O o'qishni tugatib kelguncha kelsak tuzuk Mang'u muallimlik ishini berdi. Shundimi Markor xaltimiz kaynimizdan bilili keladi. Shu yerdami kunimiz yaxshi bo'lmadi-da. Kunimiz yaxshi bo'lmadi. Biz chiqqan kuni ana xalqni buni qatnashga bilet setayotgan qatnashni to'xtatib qo'ydinglar, shuning biletni setinglar. Biz biletga elib chiqib ketamiz. Bizning bolalarimiz chiqib ketdi, bizim chiqib ketamiz deb xalq modoy qilib chiqib ko'tarilib ketgan. Shuni aytib tashildi pelomotlar. Xitoy Kommunistik partiyasi o'zining xalqini pelomot bilan qirgan. Shu kunga yetgan ahvol. Shuning uchun yashashni xohlaydigan inson degan biz yoshdik, o'qish bu o'yimiz vardi. Bu yerga shu o'qish istab chiqib qolgan. O'qib kelib, men chiqib, Olmutaga chiqib, endi o'qiyli desak, o o'qiydiganga sharoitimiz yor bermay ketdi. Ishlab ketdik. Ujumda suv tutib, G'ani Boturga o'rnatilgan haykal bor. Olmutadan 80 kilometr nerisida.
Qash degan yezi bor. Shu yerda haykal bor hozir. Shu yerga bizni chegaradan shu yerga akaga. Shu yerga kelib biz o'yliklar bilan ujumga suv tutdik. Suv tutib dehqonchilik qatnashdik. 2-3 yil shunday qilgan. Ondan keyin siz institutni o'qibsizga deb bir gazet vatandan chiqqanlarga, mana o'rischa yezig'ini bilmaydiganlarga, arab yezig'ini bildiganlarga nima e'lon qilgan, ishga kelinglar olamiz deb. Kelsam mening diplomim o'tib qoldi. Shuning bilan Yangi hayot degan gazetda ishlab qoldik. Shu sababli Olmataga ko'chib keldik. Mana shu kelgancha turib qoldik-da. O'qamadik, lekin o'qishni bugungacha to'xtatmadik-da. O institutni, universitetni tugatgan bilanlar o'qish tugamaydi. Biz shunga ishtiyoq bo'lg'achqa mana 85 ga kelib qoldim. Mushaqcha ishdan keyin o'qiyman-da. Bir nima o'qimagan kunim uxlamayman. Uydagilarga shu kasal yuqdi, u kitob o'qimiz turaman. Zerikib qoldim. Mana shunday yashayapmiz. Biz hayot institutini o'qiyapmiz-da. Ko'zimiz yetib qoldi-da. Endi biz bilib qoldik. Biz chiqqanda mushaqqa chiqdik. Qichib chiqdik jonni qo'lga olib. Nimishga ezilgan elning boshpanasi deb bilib chiqdik. Asli bizning chigishimiz 48-yilda chigib o'tgan-ku. Bizni qalmoqlar qatorida ko'may bo'g'ib o'tgan-ku Uyg'uristonning bo'shligida. Shu elga chiqibdi-ku shu o'rislar. Biz ezilgich elning boshpanasida bizning baxtimizni boqqan odamning nimasiga chiqibdi. Odam degan xom sut emgan banda bo'ladi ekan, ana ashundaq yengilib yer. Ta hozirgacha mana shunda. Azod qilamdikin, azod qilamdikin deb yashaymiz. Xudo tang yaratib qo'ydi bandini. Tang yashanmay, endi uningdan yamallab, buni yamallashni qo'yib, uningdan ustiga o'zimizni yamallashdan neri bormaydigan bo'ldik-ku. Yaxshi elning bolalari bir-birini botir deydi. Bu ulug' Obayning, qozoq shoiri Obayning gapi. Yaxshi elning bolalari bir-birini botir deydi. Bizchi Uyg'uristonning bolalari yomon elning bolalarimido? Nimishki shuningga yarasha jura. Eng bo'lmaganda boshqa ish qilamizakmi, shuningga yarasha bir-birimizni yomonlamay juranmayotimiz. Turkiyaga borsa qirg'inlik tashkilot. Neriroq borsa 8-9 surgundik hukumat. Bizga birli hukumat kerak Uyg'urga. Uyg'ur yadigan birli hukumat kerak bizga. 8-9 kerak emas. Biri-birini yomonlab tek bo'lmagan azodlikni beshimizda o't qo'yib olsa, vatanda qarindoshlarimiz hammasi turmida yotsa, beshimizda o't qo'yib olsa, qildak shuning bir dardiga darmon bo'ldigan ishni qilishning o'rniga bir-birimizni yomonlab, u undoqchi, mundaqchi deb ahmoq bo'lib mushagichi kelyapmiz. Shuni degizayotganlar bor-ku, sodiqan ketay, shuni degizayotganlar bor-ku. Nimancha ahmoq bo'lamiz? O kimninki uni keyin azod bo'lgandan keyin sür qilib olsaqmi bo'ladi-ku. Ulug' vatanning hurmati uchun bo'lsa-mu, bir-birimizni yomonlashni qo'yib, birikish kerak-ku, mushtumdak birikish kerak-ku hozir. Bu sizning 12 eng oxirgi so'zingizga javob bo'lib ketib boradi-da. Bizga faqat shu kerak. Biz birlikimiz kerak, azod bo'lg'ich. Bo'linishimizning keragi yo'q. Bizga birlik hukumat quramiz biz. 4-5 hukumat qurganlar, Xudo insofingni bergay. Men ro'za Ramazonda tilay. Ulug' vatanning hurmati uchun bo'lsa-mu, biriksanchi. Uyg'urga surishtirib kelsam yotamas-ku. Nimanda yotlik qilamiz?
Ben siyasi Jürek sözlerimiz hakikaten nurgunlarımızın jürek sözü bu şu. Hudayım buyursa bizlik bek nurgunluk ağzı burnumuz kanlamasdan bir tecrübelerini derhal bizge paydalıq tarafta işletemeydiğen halkımız. Ama abayının acayip uluk ya gibi. Uluk yanın balları birbirini batır deydi degenini aytdım. O Tesirlendim ben bu Yusuf yerden. Has boğumuzdun mu ba şundak sözü? Bu anneannemizi yok tutup Va. koyduk biz. Biz bu Hey biz anneannelerimizi onun 1000 yılı burun. 1000 yıllık Müslüman biz. 1000 yıllık Müslüman biz. Biz 1000 yıllık boğumuz ba. Yusuf Has Hacı Mahmud Kaşkırı. Şu ecdatlarının royunu korundumay. Yaşaş adettikdek mi yaşanmavatımız o biz? Nimanda iflas millet bolup kettik biz. onçilik emes dep oylayman. Men ümit var. Hudayim buyursa bizning Ama ümit mendim. kalbimizdeki ümit, Hazır evet, mendim ümidimiz ama. ölmeydi ve çokum aşundaq bolumuz emdi nurgun narsani tatip azap okubat içide bosumu bu hakikatini çokum tapımız dep oylayman. Siz nurgun şiirlarni yazdınız, nurgun eserlerni yazdınız. 15'e yakın kitabınız var deymi ha? Benim Kitabınız. 22 Vatan kitabım yazdınız, çıktı. şiir Bunu iki toplamlarınız. kitabım Türkiye'de çıktı. Ha. Türkiye'de İstanbul'da çıktı. 22 kitabım çıktı adamı. Ha 22 kitabınız ha. Bu edebi icadiyetki siz kandak kızıktınız, kandak başladınız, emdimiş edebi hayatınızı biraz sözlep bergen bolsanız. O şimdi mındak iş. Adam anadan ayrılıp kalsa 3-4 gün yığlaydı ki. Atıdan ayrılıp kalsa müşünçürükke. Cık bası bir hafta yığlaysın ki. Ona diken besildiken hayat basıdiken. Lekin ana vatandan ayrılıp kalsa bir ömür yığlaydı ki. Biz 62 yıldan beri ta bugünkü yığlap kelyaptymyz gowka. Mana muşu dat meni aşu da igir muş ketmen çaldım mı igir muşu işqa kirgizip koydu da. Aşu dat hammani degizidiki. Şu yürekteki gapni şiir qilib yazg'imli kep turdi da. Yazg'imli kep turdi da. Şunu anandaki aşqib o'qib bergim keladi xalqqa. Aldida uydikilerimga o'qib beraman. Onun təşviqindən ötkəndiki xalq oxub vermə. Bu bir kisallik bu. Bu vatanın kisalligi de vatanın. Çıdımay boğa işte bu. Ana vatandan ayrılıp qalğan çıdımay boğan sodayılık da bu. Mesela ben Uyguristan'da Şark Türkistan davagandaki ahir çıdımay 73. yılı Uyguristan'da çoğun dastan yazdım. Uyguristan 10 bin yaşlık akvaş anam sen. Sen anam sen. Ger bolması dildi anam sen. Uyguristan kindik kınım tökülgen toprak. Sendin keçip yaşıgandın. Ölgen yakşırak. Muşla başlandı. Şunun bilen bu 20 əsrdə muş halkımdan beşiğe neymi düşken bolsa, kanda eğir gün düşken. Şu her biri bir bab bulup 20 babga bölünüdü. Endi ma 21. əsr kirdi go. Bu Türk əsri go. Bizim Türkiye tilli hak go biz. Ben Türk emas degenimde millet süptüdüm ha Uygur. Ben Türkiye tilli halk men. Ben Türkiye tilli halklarının atısı bolgan. Ata. Uygur degen ata Uygur. Türklerinin atısı. Ben bunu bilmem. Siz eliki Türklerini yaman körüdüge dep kalman yana. Acırtıp yapmış gerek bunu. Acırtıp etmesek bulmaydı. Şunun keyin bu 21. əsr Türkiye halklarının əsri buludu.
Mening oyimcha. Türkiye xalqlar so'raydi dunyoni. Mush asrda. Biz uning atish tursak, bizmi so'raymiz degan gap. Shundaqa emasmi? Men shu dastonimni 20 bobga bo'lib, 21-sini xotima o'rinda 21-asrni kirgizgan. Shu 71-yili tek 21-asr kirmagan yilda 21-asrni yozib qo'ygan. Shuningda suv oqqan eriqda yana oqidi degan ma'noda. Suv bir oqqan eriqda yana oqidi bolam. Suv yana oqidi. Bizga mi yaxshi kunlar keladi degan. Dadam yolg'on so'zlamaydi, bir kun suv oqidi. Bir kuni bu bizdan qochgan baxt ta'limimiz bizga boqidi deb oxirini tugutaman-da shuni. Men shuningda aytdim. Biz cho'qim ozod bo'lamiz. Chunki bizning dushmanimiz yomon cho'ng, yomon vahshi, yomon qonxo'r. Yomon qonxo'rligining o'zi uchun yomon. Hozir u burun bizning dushmanimizdi. Ati dushmanimiz. Xitoy bizning ati dushmanimiz u. Hozir Xitoy dunyo xalqining birinchi nomerlik dushmani bo'lib qoldi. Rasmi? Ras. Chunki u qarang, qilgan qilig'ini qarang. O'zi ashundoq atay Uyg'urning qinini elib bo'ri ishlab, uni kasalni taritib yetib, uni birdam Amerika ishlab chiqarib taratdi deb, birdam u taratdi deb yolg'on gap qildi. O'zi taratdi u kasalni. Wuhanda 4-nomerlik shu laboratoriyasida o'zi qo'li bilan yasadi u. Jungo Gongchandangining Viznosdaymiz a'zolik badili, yig'ilgan badilining hisobiga 2 milliard xarjlab yasalgan doriga. O'zi uni chechib qo'yib, uni dunyoga chechib qo'yib, uni ya tutib olg'in olmaydi. Endi buni uningga atib, buning atgan bilan dunyoning dushmaniga aylandi. Endi biz ozod qilib demasakmi ozod qilib berdi Amerika. Angliya, Fransiya, bu dunyodagi davlatlar hammasi o'shib ketdi. Xitoyning kimligini bilib qoldi. Biz Faxrinso ikkimiz Xitoy yomon deganda ba'zi qo'shnilarimiz arada ilk yo'l ichilgan vaqtlarda Urumchilar buyur. O yomon deysizlar. Shundoq yaxshi ekan-ku, unday yaxshi ekan, bunday yaxshi ekan deb chiq. Biz kulgan. Hozir qanday u? Qanday Uyg'ur? Hozir dunyoning dushmaniga aylandi. Dunyoda o'zimiz ikkili dushman qoldi-ku. Ma bizning baxtimizni boqqan o'rismi bizning dushman? Ma u ati dushman Xitoymi bizning dushman? Bu ikki dushman hozir dunyoning dushmaniga aylandi. Qarang, o'risning bizga yotqo o'zining qerindishi bo'lgan, dindishi bo'lgan Ukrainaga qig'inni qarang. Nima degan rasvochilik? Ot itplevasi bo'lmamdi, bunda itpli kessa. Qo'lni bog'lab qo'yibmi atamdi, ha? Nima degan ifloslik bu, ha? Vahshiylik. Ana shuning shogirdi-ku. Shu o'risning, shu Xi Jinping degan Xitoy shogird. Do'sti. O'lmi biriktirib vaqti qamlashmay qoldi. Bu nima qudratmi? Amerikaning prezidentining Baydenning yomon kuchlikligi emas. Baydenning ishini Xudo anglayotdi-ku. Bizning dushmanimiz hozir dunyo xalqining dushmani bo'lib qoldi. Endi dunyo birikib uni yo'qotdi. Uni yo'qotmasa, ular dunyo ularni yo'qotib yetishga ko'z yetib qoldi. Yetdimi? To'g'ri. Yetdi. To'g'ri. Dunyo ko'rib men hozir yeginim, tenimga singib do'stim. Men hozir xotirjam bo'lib qoldim. Men ozod qilib deb yolvormsammi? Endi qilib berdim. Xudo mushundoq borkan, ulug'kan shundoq tangshidi. Endi ikkisi patiqindi yo'qaydi bular. Birisi yetqishi yo'qsa, yana birisi Qur'on yetqishi yo'qaydi bular endi. Men shuni kutyapman. Lekin o'zim bir zambil go'sht olib qoldim. Ishqi yaramaydigan. Og'zimchi bo'lsinmi ish qilaman.
Olca yaman paskin kılıvetti Xitaylar. Süpürüp jürüme aylık almay. Mening arzuyum şu. Ben prezident buluşu kalmayma. Ben koçu süpürgüçülükle arman kılım. Mening her birisi bir teşkilat kurup lider bulup prezident bulup ağaylarım. Armınыңlarını tuzаңlar, niyetinglarni al Xudam üçün niyetki qarab berdi. Niyetinglarni tuzаңlar aldı da. Vatan azat bolsun bu yetidi. Koçsuz süpürüp yürüyüş bir baxit benim için. İnşallah Xudayım arzularınızga yetkize, bizning arzularımızga yetkize. Hakikaten abiyam siz degenge okşaş. Qanxorluğu, aşgözlüğü özün beşiğe bala buludu. Bu Ha naitimi buludu. yaman bir micaz. Beşiği Dünya bala tonup buludu. düşmanlarımızı dünya ebdi beşirisini köydü, tonup yetti. Burun naiti söyümlük insanlar naitimi nime dep qaratdı, günahsız Doğru. yoki aciz dep qaratdı ama hazır naiti özü azırak pul dep onçuala güçlük emas, dünyanın oyluğunda güçlük emas, bizim oylap etkinimizdek bazılarımızın oylap etkinde güçlük emas Xitay. Ama biraz polo pul kirdi. Şunun bilen dünyani yok qilishni, jutvelishni Körüp oylashdi. koygunumuz yaxşı oldu bunama. Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Biz Bizning köymüge det kanmıdı körüp koygunumuz. Bizim hani gözümüz içildi o. Lekin akıl kirmavatıdı o bunu Uygur'a. Birini biri yamallap. Azat olup qaz şunu hoşal kütübülüş gibi yaramaydı o. Neçe bir grup bolu böyle. Haklı bek demem bu gruplar kanda hakoy bu. Eğer de halkı türmü diyasa ma özümün mayada kılma işindi kılmam da o. Ya hata mı gibi. Biz tek teyya emas. Teyya emas biz. Şunun için şiirden çıktı o gap. 100 yıl burun Abdühalik Uygur oygan dep şiir yazıptı. 100 yıl burun. 100 yıl. Ben 100 yıl ki Uygurlarga uçuk xat yazıp, oygan Uygur dep uçuk xat yazdım. Bu şuningda oygan Uygur. Ger oyganmısan jungarlardek yo'qab ketimiz. Oygan Uygur. Ger oyganmısan muddaagı qandaq yetimiz. Muşunda qurlaba. Ben muşaqça xalqni şunu uyg'utishni şunun koydu. Şu. Abdühalik Uygur 100 yıl burun deptike yani uxlaplı muşayga çıkaptı. Mening qanchalik uyg'utma ko'zim yetmeydi. Mening mi yeshim yetib qoldi so'ngda. Her halda muş arzularımni davag'ini siz orqali bu jahon ish bo'ldi. Köp rahmet. Siz degandek hakikaten 100 yıl burun oygan dep şairlerimiz, cengi var oğlanlarımız, farzandlarımız Abdühalik Uygur. o'tirg'i chiqibdiki. 100 yıldan keyin bu xalqqa yana oygan hamda oyganmasan jening ketudi depdiki Abdühalik Uygur. Oyganmasan bu jan ketudi depdiki. Hazır hamda hammanimizden ketdik, vatanimizden ketdik, jenimizden allaqachon ketdi jenimiz mi ketdi. Muşu vaziyetimi yani oyg'utishga muhtoj bo'lishi bu xalqninki bek echinishli qamdi. Lekin bu haqiqatni cho'qim tushundi deb o'ylayman. Burunqi qaraganda, 100 yil burunqi qaraganda mencha oyg'andik. Nurg'un oyg'andik. Bu beshimizni o'tgan Bu gapimizga men mi qo'shilaman? Meni umidlantirganning birisi shu. Menmi o'zimning chomim kaga yagichi berib baqdim. Washingtonlarga berib baqdim. Obamaga xatmi yozib baqdim. Obamaga maktublarni yozganman she'r bilan. Dadimni aytib xil yaylagichi berib baqdim. Buningga ko'rishdim. Meni bir turkum nima buni 21-asr yashayotgan asrimiz bu ilm asrichu, ilm fan asri ma'lum. Hele burun biligi yo'g'onlarning davri bo'lsa, hozir bilimi yo'g'onlarning davri. Ben tushundira oldimmi? To'g'ri. Ben shu bir turkum bilim ahlini ko'rdim. Bag'an shaharlarda. Bu sizga o'xshash akademiyalarda, bu yerlarda ishlaydigan, o'qiydigan, o'qibatgan shularni ko'rib,
Yaşlarını, bir türküm yaşlarını gördüm de. Hı. Pen namzatlı boluvatkan, profesör boluvatkan, doktor, ilim penning doktoru boluvatkan. Şundaqlarını gördüm. Akademiklarımı belki gördüm. Şularga qarab bir ümit paydo bo'lib qoldi menda. Bu bilim eseri, şu bilimlik endi burun hurra deb vaqirash shiorlar o'tadi. Hozir shior vaqirash o'tmaydi. Hozir boshqa davr bu. Hı. Akıl ve bilim devri. Aql bilim devri. Shuning uchun biz kalvalarga endi o'zimizning ishimizga bolalarimiz bo'lsin o'qitib, bilim og'izib, tayyor odam qilmasak bo'lmaydigan bir vaqt kelib. Men chet eldagi shu o'qigan bolalarni shularga umidim bor. Top bolalar o'qiyotdi. Turkiyadami o'qiyotdi. Türk hökumetimi Uygurlarga qarindoshlikqa yarab qo'yniga elyotdi. Men shularga bir umid bog'lab turaman-da. Sizlar bo'lsanglar O'rta Osiyoga umid bog'laysizlar. Chet eldagilar O'rta Osiyoga chegaradosh, vatanga yaqin, u yerda olimlar bor. Bor olimlar. Olim bo'lish uchun ilmini o'zining xalqiga foydali ishga bura olsa, u olim bo'ladi. Xalqiga ziyonli ish bo'lsa yoki unchiqmay yoki qarabli turib olsa, uning ilmi ishlatmasa, uning foydasi chog'liq bo'ldi ekan. Uning ustiga biz yashayotgan davlat texnik asosiy qonunida demokratik davlat deb yozilgan. Amaliyotda demokratiya endi buning bu yoqi bo'lib qoladi degan umid bor. Biz hatta atı düşmanimizni aşı yaman demaymiz chiqib. Chiqib desak ko'ngli kelib qoladi. Ma yegilarining. Ko'ngli kelib qoladi. Burun o'risi yegizmatdi. Endi undan ajrab chiqib edi. Endi bu Xitoyni yaman desak ham ko'ngli kelib qoladi. Degan shundaq bir sharoitlarda yashayapmiz. Bizning o'lib ketgimiz yo'q. Abduxoliq Uyg'ur o'ygan yozganda o'risning qilichida chip tashlab ketgan. Turpanga berib qolgan o'rislar borkanda, o'ris ofitserlari. Shuning qilichida o'lgan. Men qaysining qilichida nemisda o'lishimni o'qimayman, lekin shungacha deb baqaman deyishimgacha. Mening lekin ishimdaga yerim bir turkum chet elda o'qiyotgan bolalarga umidim bor. Endi yana o'ylayman. Men boya bir nimani murojaat qildim. Ulug' onamizdimi ulug' bo'lgan ona vatan uchun bo'lsinmi, bir-birimizdan o'tganni kechirib, bir ulug' kunlarning hurmatini qilib bo'lsinmi, ya vatanning hurmatini qilib bo'lsinmi, kechib beqib bir birlashib, ozod bo'lib olib, qolgan so'rig'ini shuniki qilsaqmi bo'ladi-ku. Nimaga dod bo'lib ketib boramiz? Deginim shu. Ko'p rahmat yurak so'zlaringiz uchun. Xudoyim buyursa, ro'za aytqicha ma yo'qolsa, qurbon aytqicha yo'qolsa dedingiz. Birlikda ko'ramiz. Og'zimdan so'z chiqsin asani. Shundoq bo'ldi. Xudoyim buyursa. Hozir 1 soatdan oshdi. Abdug'ofur aka, sizningki yana yurak so'zi qilib qolgan shu so'zni degan degan so'zingiz bormi? Oxirgi so'zingiz. Yoshlargami ba'zi yurak so'zlaringizni dedingiz. Mushu men yurak so'zim mushu bo'lib qolsin. Ana vatanning hurmati uchun saxti bo'lmasang, satqin saq bu hammasi vatanparvar. Hozir vatanparvar yomon ko'payib ketdi. Hozir bozorlar-ku bu vatanparvarlar. Hammasi bo'lib oladi-da. Hammasi lider bo'lg'is keldi. Ey bizga askarmi kerak? Hammamiz ofitser bo'lib olmay, askarmi kerak? Askar bo'lg'is kelmaydi. Undaq yashamayli. Vatanning ozodligining tiliga odam yaxshi niyat bilan tilaydi. Oldin men niyatni o'ngshayli. Va ulug' kunlarda bo'lsinmi, niyatni o'ngshab tilaydi. Mening hamma og'inamga Uyg'urman deganga gapim shu. Uyg'urning Uyg'urga yotligi yo'q. Hayotning ozodlikdek tatligi yo'q. Biz ajab qaram elga qaram bo'ldik.
Bu kunda Uyg'urning ish shodligi yo'q. Rost-ku. To'g'ri. Rost bo'lsa, hamma narsa o'zimizning qo'lida. Falonchi akam Washingtondan kelib, falonchi adam Gollandiyadan kelib ozod qilib bermaydi uni. Uyg'ur o'zini o'zi ozod qilishi kerak. Allohning qudrati bilan o'zini hozir endi ozod bo'lishga yaqinlab qoldi. Boshqa narsaga ulgurmasakmi, shuni bir xo'shal qarshi elishga chiroyli hammamiz necha guruhga bo'lib olma, necha to'pqa birlashib Uyg'ur degan nomimizga kuchliq, uyushib. Uyg'urning ma'nosi uyushqoq degan gapkan-ku. Buvimiz qo'ygan, O'g'izxon buvimiz qo'ygan nomkan. Shu nomimizga loyiq bo'lib yashab turayli. Qog'inini Xudoga qo'ydik. Endi siz bilan suhbatning davomini ukam keyingi qo'ysak, men o vaqtida Ahmadjon Qosimiylarning taqdiri nima bo'ldi? Ahmadjon apandim sotqinmi, razvedchikmi, yaxshimi, yomonmi? Mushu to'g'riliq. Men bir Sovet razvedchigidan anglagan gapim bor. Uni men Nabijonga aytib bergan. Nabijon bir vaqtida so'raganda. Men shu to'g'riliqmi xalq bilib qolsin. O xalq degandek o bir sotqin emas-ku u. Ahmad apandim. Undaq bo'lsa anglayli bu gapingizni. Ha, uni keyingi qoldi o'sa. Keyingi. Ha. Shundaq bo'lsa bo'ladimi? Bo'ldi. Undaq bo'lsa Ahmadjon Qosimiy va yana boshqa gaplarimiz bo'lsa bizning milliy kurashimiz bilan munosabatlik keyingi programda qilaylik. Chunki hozir bir soat xalq bilib bilishga tegishli gaplar bo'lsa, shularni keyingi yig'ilib yana bir qilsak. Ma'qul. Siz orqali singlim, sizmi g'uljilikkansiz, ha? Shu nemilik? Terak mazorliqmi? Terak mazorliq, ha? Ha, makina. Men chopsan kel, o ezilmay chop. Terak mazorliq bo'lsingiz singlim. Siz mening singlimkansiz, mening g'uljida Asiya Zaytuna degan ikki singlim qoldi. Biri Harambog'da, biri Do'ngmalida. Shular bilan holini so'rab, holinglar nechuk deyishga yaranmay yuryapmiz singlim. Ashularga gap tegib qolmasin. Sizmi shularning o'rnida singlimkansiz. Ismingiz Mag'firat, ha? Ha, siz singlim. Endi sizga men bu gap so'z qulog'ingiz xo'sh yoqqan bo'lsa, so'zlashgingiz kelsa, yana bir kuni shu Navram bo'ladi Shirzod. O shu Navramga dam siz degan kunga men tayyor. Uniga men alayda bir tayyorlik qilmasammi, siz deb so'rasangiz men bilganimni deb beraversam bo'ladi. Rahmat. Mana bu siz mayaqroq kelgin. Mana bu mening ayolim bo'ladi. Faxrin Saadingiz bo'ladi. Faxrin Saada, hoş geldiniz. Xursand bo'ldim. Mana shu ikkimiz birga chiqqan. Endi bil borimiz Xudo shuni kutib, ro'za tutib turyapmiz. Xudoimiz uchun tilovat. Sizmi berib qolsangiz terak mazordan topamiz. Bizga yaqin kelsiz. Xudoyim buyursa. Mana terak mazorning yenidiki o'zbek maktabida o'qigan. Faxrin Saadingiz. İnşallah. Tamam bo'ladi. Endi qarang, ashada Sulton Mahmud degan bir kishimiz bor, akamiz o'rinda. Bilasiz, ha? Programımızga mı chiqdi? O'tganda. Ondan keyin Qozog'istonda, ha? Nimada? Turkiyaning gapini qilyapman men. İstanbulda. Siz İstanbulda-ku, ha? Abdujelil Turanmi? Ha. Siz tanıyorsunuz-ku? Tanıyma. Abdug'ofur aka bu programni oxirlashtirib, undan keyin siz bilan suhbat qilaylik. Bo'lamda? Men bu programni Mamtimin Hazratni bilamsiz, yozuvchi? Bilaman. Shularga meningdan salom aytib qo'ying, ha? Ma'qul. Ig'ir ko'may salomimni yetkazib qo'yasiz. Ma'qul. Bosh ustiga, bosh. Bo'ldimi? Ma'qul, ha. Yo'q, men programni oxirlashtiray, billa xo'sh deymiz. Ha, ma'qul.
Kadirli körülmeler bugün biz peşkadem ziyalimizden bir ömür kandak ötküzülüş gerek, tirişçanlık ve hayat boğan muhabbet, vatanga boğan muhabbet, onundan keyin hayatның ma'nisi haqida nurgun yaxshi gaplarni angladik. Nəhayət samimiy bir söhbət boldy. Nəhayət yürək sözlərini, şundaq yaxşı yürək sözlərini dedi. Bizgimi nurgun tərbiyə əhmiyyəti çoğ yaxşı gaplarni qildi, nəsihətlarni qildi. Onundan keyin tariximizga yezilmay, aytilmay kelgan muhim haqiqatlarni tonuşturup sözləb berdi. Bu əhmiyyətli tarixi gündə biz bilan birlə sərgüzəştini ortaqlaşdı. Şunun üçün Abdug'ofur akaga ve ekran altındaki siz kadirli körülmelerge rahmet eytime. Abdug'ofur aka 80 yaştan aştı. Köz tegmişsin. Teniniz salamet bolsun, ömrünüz uzun bolsun, günleriniz huzur içinde ölsün. Hudayim buyursa birlikte vatanga qaytıp Rahmet singlim, sizning aytganingiz bo'ladi mag'firat. Men hozir o'lmayman. Xudo bursa hozir men ani ko'msam o'lmayman. Ay chapsan ko'ray deb ko'rgan kun o'lib qolsam mayli. Teningizga salomatlik tilayman yana bir qaytim. Bugun Hudayim buyursa. Bugünkü programımız bu yerda oxirlashdi. Bir Xudoyim bor. Shu Xudoyim bor. Mening yo'ligim shu. Boshqa bir yerda hech urug' tuqunim yo'q. 5 balam bor. Ayolimni ko'rdingiz. Şu. Hemmimizin ümidimiz şu. Hemmimizin ümidimiz Xudoyim buyursa şu vatanda yashab, vatanda shunday qilmasin. Ölüş şu. Shundaq bo'ladi. Cho'qim shundaq bo'ladi. Biz Xudoga o'gay emas qo'ysin. Albatta. Kelar qaytim program ko'rishguncha aman bo'linglar, hammanglar xayr, xo'sh, Allohga omonat. Xo'sh.